Qizlarni oldi ochko ishlayveradigan bolalar bo'ladi, bilasizmi? Hamda o'zinglar turganda oshna 10 ming so'm tashab turing, kartamga shotim o'chib qoldi desiz. Yo'q, xudo haqqi oshna 1 so'm pul yo'q. Mahallada temir daftar, qarz daftar, hamma daftarlarga kirib, biz oila rosa qiyin davrlarda o'tkazyapmiz dedi. Shuni bitta qiz paydo bo'ladi. Shu abrakadabra, bilmayman, bular insofini mana shu kartada yutib olganmi deysizlar. Bitta o'zgarib qoladi. Shotingga tashab qo'ydim, kayf qilib yashadarim deb. Va 10 ming so'radim, 100 ming tashab yuborasan, kartamda mayda pul yo'q deb. Uy. Hali uchun 100 dollar so'rayotgandingiz, berib turamiz. Hali uchun emas, 1 yil oldinga nimaga endi esingga tushyapti? Hozir berib turaman. Cho'ntagdan markaziy bank chiqadi-yu, bilasizmi? Har xil pullar ichida bir ikkita bitcoin ham bo'ladi. Va hali bolada maktabda bilasizmi? Bitta musobaqada yutib kelsiz, qizlar oldida turib olib, "Voy, mana shu musobaqada yutibsiz, zo'r bo'pti" deb tursa, kelib turib. Sen zato bodi shepidan kalta eding-ku, sen uylarda mashinalar ham yo'q o'silardi baribir. Men bodi shepini urdim. Va u qiz bola desa, nima bo'pti? Mayli, nima bo'pti?